ko'p ichadiganlar hamchi yaxshi odamlar bo'ladi. Men ularni yomon demayman. Miyasini bir burchakda bir kun ichlarimni tozalatib, qaytib ishlarimni qilmayman deydiganlar ham bor-da. Lekin nima bilan ichimizni yuvib shu spirtlar ichgan, sigaret chekkan shular tozalab olish uchun nima qilsak bo'ladi? Doktor, mana siz Saudiyada, Dubay, Abu Dabilarda, yana qaysi chet ellar, Belarusiyada dedingiz faqat. Endi gapirmaylik, odamlar ishonmayapti. Siz xalqaro vratsiz, bizga tavsiya bering. Shunisi muhim, ya'ni maqsad insonlarga yordam berishi. Masalan, alkogolga qaramlik bor. Ruhiy qaramlik, jismoniy qaramligi. Birinchisi bu ruhiy qaramlik hisoblanadi. Mana bunday insonlar jigarini alkogolning hisobiga gepatit, yallig'lanish keltirib chiqarishi mumkin, sirroz keltirib chiqaradi-da. Sog'lom. Mana shu alatoni ichib turib, ichishni ham tashlab, jigarni ham sog'lom qilgan insonlar, bemorlarim juda ham ko'p. Men Samarqandda 1 yilga yaqin ishlagan bo'lsam, ana shu joyda ham juda ko'p bemorlar shu alkogolni ichida tashlashgan. Oilalar buzilib ketayotgan joyda tiklanib qolganda. Eng muhimi mana shu alatoni ixlos bilan, sabr bilan iching. Ichishni ham tashlaysiz, jigaringizni ham sog'lom qilasiz. Nima tanangizda muammo bo'lsa, alato hal qilishga yordam berasiz. Tibbiyot tomonidan oldin analiz topshirasizlar, bir kun ichida ichasizlar, yana topshirasizlar, doposlida natijasini o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Alato ximikati yo'q, ichkarini tozalagan zo'r narsa. Narxi qiziq bo'lsa, narxni yozing, ma'lumotlarni tashlab beramiz. Ekrandagi nomerlarga hoziroq telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'laveradi. Doktor, rahmat sizga.